Qanda bayağı kelinchak bayağı yosh 70 deyotgan yoshi kattaroq ayol darrov borganda nevarani ustida momayda. Masalan, yillab men yiqilganlar narsalarni ortda yot, besha yotsam tuzalasan deydi. Masalan, men shu suyagimda qandaydir rejim qilsam shu joyiga borammi yo'qmi? Menga borini ayting bu. Bu narsa sizga borini aytaman. Bu narsa hech qanday xafa ham bo'lmayman, yaxshi harakat qilaman. Bu narsa bunday. Joyiga kelmaydi bu narsa. Joyiga kelishi mumkin, operatsiyaga kelishi. Lekin siz aytdingiz, operatsiya qildirmayman dedingiz. Bu narsani lekin masalan 1 yilda bir marta uzoq 2 marta maksimum 2 marta davolanib tursangiz, 200 ga kelsangiz ham Xudo umr berib, sizni hayotingiz umuman xavf solmaydi bu narsa. Uni xavfli narsa emas. Lekin davolanib turishingiz kerak. Umurtqa istoriyaga qo'ygan, umurtqa 55 S1 sohasida ozgina sinjish bo'lgan. Lekin u davolanib tursangiz, hech qanday siz hayotingizga 1 gram xavf solmaydi, 1 gram. Sijib ketibdi, go'shimni inoqdi, baroqdi, batirqdi, endi orqa ketaver, u narsa yo'q. Bir bola mo'da bir kelinchak bilan urushganda, bayağı kelinchak bayağı yosh 70 deyotgan yoshi kattaroq ayol darrov borganda nevarani ustida momayda. Momay shunchalar yiqilgan, men beli toshqa tushganda katta ko'chada bo'lgan uyda. Ana bir ikki kun yurgan bilmaganki emas qilgan, ha yotibdi-da 70 kun to'shakda yotasiz, keyin tuzalasiz shu bayağı 3-4 oy ichida yaxshi bo'lasiz degan yoriqda endi yorilganmi, singanmi bilmayman endi iyag'i uyda qoldi. Shunga qarab aytyapman, meniki mabodo pasentni rejim qachondir qilsa joyiga keladimi yo'qmi deb so'rayapman. Joyiga keladi, lekin 100% joyiga kelmaydi. Kamchilik bo'lmadimi? Qarashda kamchilik bo'lmadimi? Klinika tomonidan. Xizmatlar yaxshi, yo'q, ulardan ana yo'q. Ozgina ko'nglingiz to'lgan bo'lsa, xursandman men. Ben opa ko'rishmay qolsa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik, nasib bo'lsa. Uyga hech narsa yo'qmi? Yo'q. Mana shu tabletga ichasiz, so'rab ichasiz.